Kishilik hayotda saboqdoshlik mehri dunyodagi barliq mehr muhabbatdanmi ustun turamdikin deb o'ylayman. O'zimga yot bir shaharda turib, noyitim yiroqdagi saboqdoshlarimni o'ylagan sari qattiq hayajonlanib ketaman. Gayda yig'lagim keladi, gayda kulgim keladi. Meni chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan Faruq zada nadidu? Nimish qilayotgandi? Meni seg'inganmidi? İbrahim bilan Hadiya sherin muhabbat visali surishib yurandigandi. Oh ko'ngil Sadi Shodiya hozir qandoq bo'lib ketgandi? Bular menga noma'lum. Aygul muallim yana qantar oqizib qar doska oldida bo'rining chang to'salarida dars so'zlayotganmidi? Az qoldi. Mening ular bilan didor ko'rish vaqtini yetib kelishiga az qoldi. Hey, bu mesele qanday hal qilganmiz? Kitobdagidekmi? Oy, qizlar, vaqt tushib qoldi. Jirama dars. Ha, tushibdimi? Tez bo'linglar qizlar. Bo'linglar tez. Chiqqan bo'linglar. Kechikib qolmaylik yana. Hay, Xonnur, to'xtab tur. Darsga chiqish faqat xo'sh yoqmayotdi dodosh. Sen Farruq bilan yaqin bo'lgandan keyin deb qo'ya. Bunda ketaversan qandoq bo'ladi? Jura. Voy, bo'ldi qilib faqat xo'sh yoqmadi. Ay, Shadiya, juring. Ha, ma'qul. Men sal turib chiqaymi ekan? Ammo tezroq chiqing, ha? Natira, pulim bo'lsa, men asraq berib tur. To'ydim jimo adashmish. Deganda pul so'raydigan ishinglardan. Mening yenimda hozir bir puncham pul yo'q. Bo'lsa berib turaman, bo'lmasa nimani berma. Bek ush oldim jimo. Bezligi bu. Xo'sh.
Bey, qadırma. Yaxshimisiz? Jinim, o'tdiganda darsga chiqish faqat xo'shaqmidi. Billa bozorga berib kelsak bo'pti-ku. Undingizmi? Hajab yaxshi ishtik maktabni oldiga keling, men hozir chiqaman. Xo'sh. Hajab yaxshi oldi. Çukur limon dokunusu. Allah o'qishga kelsam yolg'iz qoladi ekansiz, men bormayman. Yo'q, jinim bolam, undaq demagan. O'qimasang bo'lmaydi. Rahmatli dadamning umidi shu dey bolam. Sen oliy maktabda o'qitmasak, dadamning ruhi qo'rilib qoladi. Mendan ansirma. O'qish puliga kelsak, bankdan qarz oladigan bo'ldik. Tamoq puliga kelsak, buni ep turg'in, jinim bolam. Ağaç keveslerimi içilip qala, pul qılıpsan evetib berme. Abba! Jinim bolam. Ey, bugün tamoqdek o'xshabdi. Shundigina shundoq o'xshabdi. Ay, siz nimani yoshiryapsiz? Ha? Shundoq qiling. Eshitdim. Tamoq yemedingizmi? Yedim. Nemish bizni yoshirsiz? Pulimiz tegisi bizga desangiz bo'lmadi. Kishni shundoq qildirib kirib ketdingiz. Men bayatdan oshxonaga bormayman desangiz, boshqa ish bor o'xshaydi debdiman. Keling, choy ichib oling. Oturup ketdinglar, paranglashib. Uf, hajabmi hardima. Atdigan dars qatnashmay nega bording? Bozorga bordim, adash. Shuncha ko'p narsalarni qaysi pulga olding? Shu amdi mening pulim jiqsami bilsa, yenimda tursim turdi-ku, bozordan chiqqani kiyimlarni setib oldim shu. Ko'rib baqamsa, mekila? Nadira, men sana desem, biz bu maktabga o'qig'il kelgan. Bundaq kiyimlarning qaysi birisi sana asqatidi? O'ylab baqa. Sen bu maktabga o'qig'il keldingmi yoki har kun bozorga chiqib o'ynag'il keldingmi? Maktabdagi qaysi bir o'qituvchi o'quvchilarning sana ko'z qarashi yaxshi baqqan?
Vay, hecapni zerikdim şu gaplaringdan. Opam o'xshash kechgacha boshqaraverantding meni. O'zimdan shircha o'zamiga. Buningki boshqamig'ina? İxtiyoring. Ha, magi paning jinova. Hech kimning men bilan kar olmasinchi. Men ashundaq kiyimga amroq, pulga amroq. Xalsam kiyim kiyman, xalsam o'ynayman. Darsga qatnashmayman. Assalomu qizlar, tinchlikmi? Ati kechda o'tirish qilmoqchi edik. Hammamiz 10 kundan yig'ishgan. Qandaq boramsizlar? Voy, nimandaq yaxshi? Nechi pul? Ejib yaxshi. Mana. Oran 10 koydan yig'ishtinglarmi? 10 koyga mushuk aptab chiqqanti. Men-chu 20 koy beray. Mana sen nimandaq yaxshi? Menda yashindaq yaxshi. Ay, Shadiya sizchi? Bo'ldi. Shadiyanikini men berib o'tay. Voy. Ma'qulamsan? Xo'sh, kirib turingizmi? Bu nim qilamiz. Hech qisi yo'q. Do'stlar ara bunda qishlar bo'lib turadi. Bo'ldi, dars tayyorlay. Og'zingni biqib so'zlasang bo'larmikin? Voy, xolnur, kechgacha bu qalandan aşağı aralashib oldi ekansan. Qalandaliga rostqo puli yo'q, o'ltirishga boramagan ekan. Joyida jim o'tamandu. Qalanda. Bo'ldi. O'rganishimizni qilaylik. Hadi kitoblarni elang. Kechikib qoldim-a? Farruq qani? Ana, kelyapti. Assalomu alaykum. Qanday qilinglar? Yaxshimisiz? Hadiya bilan Shodiya-chu. Hadiya bizni oshxonada saqlayotdi. Shodiyaga nim bo'ldi-kim tang. Bella tamoq chiqayli desam, bir necha kundan beri ishim botdi deb yotoqqa kirib ketyapti. O qiz bolani faqat tushunamadi. Yoki biz bilan aralashqisi yo'qmi, yoki do'st qatorida ko'mamda ish qilib. Sizlar Shodiyani tushunmaysizlar. Uning ichi bek kuchlik. Dadi bo'lsa hech kim aytishni xohlamaydi. Meningcha uning endi pul tugab, bizdan so'rashdan xijil bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biz do'sti bo'lgandan keyin xijil bo'lib nima qiladi? Qo'limizdan kelishcha yordam qilamiz-ku. Mundaq bo'lsin. Men uningdan obdanroq so'rab boqay. Keyinchi biz unga yordam beraylik. Hey, Hadiya bizni oshxonada saqlab ketdi. Tezroq bo'laylik. Qizlar üzgüm yo'qtirdi. Yaxshiroq qarab baq chiqib qola. Deganda botdi mana yo'q. Bu yotoqda o'g'ir yo'q, hili qo'ygan hili yo'q deganda kishilar bo'layotdi-ku. Usta. Haras. Üzgümni sen aldingmi? Üzgümni sen aldingmi davatma? Yo'q, men olmadim. Nadira, paketingdan sizlasang bo'larmikin? Bu nerda yurib sening üzükini oladi? Voyjon, adash sen hech qanday ishni o'qimaysan. Qaysi kun u menda pul so'raganda men unaga bermagandim. Shuning u men bilan qerishib, üzgümni ochiqib, setib hajlamoqchi-ku deyman, shundaqmi? Bu gapchi kimda pul bo'lmasa, kim sendan pul so'rasa, shu sening üzükini olgan bo'ladi ekanda, paketing bormi? Ha? Paketing bormi? Amstigina naketdi üzgün. Voy, qizlar sizlar nim bo'ldi? Bo'ldi qilinglarchi, Nadira o'ltiraq. Nima sholati? Ba'zilar ko'kamlik qilyotdi. Sen tul aralashma, üzgümnüçü bəsən bədən bulması oquşla uyuşması qırıb dəyməcimi seni? Kimni deysən, ha? Vay sen aralashmag'ina, mandaq tur gap. Kimni deysən davatimi? Nadira bormi? Voy, qizlar, nim bo'ldinglar? Beshinglar tushib ketibdi-ku. Nadira, men suyunchi bajimi? Nimaga? Atdiganchi qara, sen suvxonada yuzingni yuvib bo'lgandan keyin nimani unutib qolding bilamsan? Üzgümnimi? Üzgün unutib qapsan. Men seni toza bir izzatay degan, bundan keyin narsalarga puxta bo'ljimi? Shadiya! Yo'lsiz besham.
Ya Ali bola ya. Qilgan ishlarni bizga qo'yib bering muallim. Xotirjam Farq ishimiz maqsad ketamiz. ish qilib sizlarmi menga yaqindan moslashib beringlar. Bo'ladi muallim. Xotirjam bo'ling muallim. Ishimiz sizga moslashimiz. Sizlar ishqinglar sinib haydi. Shundaqla mening o'ng so'l qanotim. Sinib xizmatini ishlamak bak qiyin. Shundaqda sizlar davomli tirishinglar kerak. Xotirjam. Yana biri Shadiyadak oilasida qiyinchilik va o'quvchilarga texmi yordam berishimiz lozim. Shadiya, dars tayyorlayapsiz? Yaxshimisiz muallim? Muallim, biroq shuncha tirishsam, biz janublik bolalarning xanzuchi saviyasi shimollik bolalarnikiga yetmaydi ekan. Ondaq demang Shadiya. Tirishib o'rgansangizlar, cho'qim yaxshi natijaga erisha olasiz. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang, ha? Mundaq ishda maktab rahbarligi oilasida qiyinchilik va o'quvchilarga bir qur kiyim iyona qilgandi. Bu kiyimni sizga ag'ish kelib edim. Kiyib ko'rib baqamsiz. Keling. Keyningizni tuting. Toza bo'ldi. Rahmat muallim. Rahmat aytish hojasiz. Muallim, sizga deydigan bir gapim botdi. Neymiş? Sizmi bilasiz, oilamda onamdan boshqa yo'lanchikim yo'q. Shu muvaffaq xizmat tepib, shanba-yakshanbada ishlaydigan edim. Ondaqda darsingizga ta'sir etadimi? Yo'q muallim, hargiz undaq bo'lmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Ma'qul. Ondaqda bu ishni men yaxshiroq o'ylashib, ondan sizga javobini beray. Ma'qul muallim. Endi siz darsingizni tayyorlayvering, ha? Men chiqay. Ma'qulinsa. Xo'sh. Ha, yaxshi. Hay, mamasini qandoq ishlaydi? Voy. Nim bo'ldi? Xiyol surib o'ltirsan qo'l. Nim bo'ldi sen adash? Tunegin Shadiya bilan paranglashdim. Uning deyishicha, u restoranda ishlaydi ekan. Bir masala ishlayapti. O'qishning ozroqchiligida u restoranda ishlasa qanday bo'lib ketdi? O'tirib ketisizlar-ku. Ha, kimning gapini qilishyapsizlar? Ha? Xalnur ishqillarning gapini qilib o'ltiratdik. Mundaq qishdi. Sizlarmi bilasizlar, Shadiyaning oilasi qiyinchiligi bor. Biz uning eng yaqin do'stlari. Biz mundaqla qarab o'tirsak bo'lmaydi. Rost. U restoranda ishlasa bo'lmaydi-ku deyman. Iqtisodiy qiyinchilikni hal qilish uchun qanday qilsak bo'lar? Rost, qanday qilsak bo'lar? Hey, bu sinfdagilar yig'ish qilaylik. Rost, shunday qilaylik. Kallangizdek ishlayjimi sizni? Menimcha bo'lganda u buni qabul qila olmaydi. O'g'ras. Ay. Biz uningga demay xolsan yordam qilaylik. Qanday deysizlar? Shunday qilaylik. Shunday qilaylik. Shunday qilaylik. Shunday qilaylik. Ha. Kelishdik qanisa? Kelishdik. Qarsam Xalnurga ko'nglim mada qiladi adash. Men aldaydigansan, o'zing-chi. Mening bo'ptimi? Tezroq tutish qil. Bo'lmasa Sadiyani boshqalar ep qochmasa yana. Xalnur bo'ldigan qiz. Hammada bor. Axloqimi yaxshi. Rost aytsa adash, menmi shuning qayl. Menmi shu. Kurash ma'lumbek obda o'tdi darsni, ha? Bu ma'lumning saviyasi xeyli yuqori ekan. Rost. Xalnur, darslar ig'ir kelyapti ya. Tirishsaqli bo'ladi. Bas. Xalnur, necha kundan beri o'zingizni mendan qochirib yurasiz-ku. Zan nima ish bo'ldi? Dama? Ish qanday qish yuzaymi? Yolg'on.
Özünüzni kaçırıp yürüyapsınız. Ağırıp kalsanız mı, bana demediniz. Sizin ko'nglingiz zadi, men bormi yo'qmi? Bilmedim. Ben sizni birisiga o'xshatib yurayman. Kimga o'xshatasiz? O'zimni o'qimayman. Sizni ko'rsamda xush o'lman. Sizni ko'rsamda barliq qayg'u alamlarimni unutib ketaman. Biroq siz bularni es qilmagandek tursiz. Kendi restoranda ishlayapsiz, o'zingizni aldirib qo'yasizmikin? Yaqay adash, bunchalik chapoq chidamisam. Lekin cho'qim baldir qaytib kelishingiz kerak. Ma'qul. Ati darsga chiqimiz, baldir uxlaylik. Bo'ladi. Vaqtmi birek berib qoldi. Shodiya ajab qaytib kelmaydi. Tez mahal Shodiya. Bu yo'l maktabga yaqin. Tez bo'ling. Lay 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 lay. Allah! Geç kapsana. Geç kapsana. Kızları kaçırıp koyma. Ay, kızlarım hayret düştü. Shodiya, Gel. Topla. Ulan yapma. Bakır mı değil mi? Bakır. Hech qisi yo'q. Onun ishni bo'lmaydi. Birdan turib o'shiga keladi. Xotirjam bo'ling. Xolnur, men sizga yuz kelolmayman. Hammasi mening savarligim. Meni kechiring. Hey, nima bo'ldi? Xolnur tex kirmayotdi. Vaqtni birga berib. Ha, ras. Bayatın hediyadan alışımca Xolnur yotoqda yetib qopdi adash. Nim bu xonda? Uqmadim, shundoq deydi. Kechda yo'qlab kelamdiq.
Darsdan tushib, yo'qlab kelaylik. Shunday qilaylik. Darsing tayyorla. Ortiq xiyol qilma. Hey, qalmingni berib tur, adash. Qalam yo'q. Akila. Tezroq qaytirib, ha? Oy, saqilib qo'ydimi? Kerak yo'q. Sizda go'zallarni saqlashga biz bir umr rozi eding, ha? Oy, bu yoqchi. Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq mening do'stim Ahmad o'g'lidir. O'zi mashina savdogardan, ha? Pa, qaltis kenjimi? O'nchilikmi emas. Hey, Nadira. Yatat qizlar boz chaqirib chiqing. To'timiz bilan o'ynab kelaylik, ha? Yatakda bu boyvachchiga maskagda hech kim yo'q. Bu nima deganingiz? Qarang hamdi, boshqa tushunib qolmang. Bugun yakshanba bo'g'ashqa yatakdagi qizlarning hammasi sirtga chiqib ketgan. Yataqda qizlar qolmadimi? Bir sakraliq va shu. Sahraliq husni bo'pti. Voy, u sizga qattiq mos kelmaydi. Maskasin kamison, ep chiqsangiz bo'lmadimi? Hech bir ishonmadinglar. Ma'qulamsizmi ep chiqay, saqlab turinglar. Adash. Bu tomochig'ing bo'sh emas ekan-jimi? Ko'ngil xo'shaydigina adash. Rostni aytsam, mening bu qizlar bilan faqatla o'ltirg'im yo'q. Sen bu qiziq ekansan. Uyda qabig'i yomon xotininglar o'ltag'icha bosh qizlarni o'ltasak bo'lmadimi, ha? Nima so'mig'idak? Bo'ladi. Nimali degan bilan bular ichilmagan g'onchi tursa. Qo'ya undaq gapingni. Sen mushularni ichilmagan g'onchi deb otamsan? Xolnur. Yaxshi bo'lib qoldingizmi, Xolnur? Biz sizni vaqtida yo'qlab kelanmidik. Xeli yaxshi bo'lib qolgansiz. Ko'nglingiz nemin tatidi? Men bir narsa ep kiray. Pastga tushib ep chiqaman. Dana? Rahmat. Shadiyachi. Shadiya ko'rinmaydi. Shadiya bo'lmasa, biz bo'lsak bo'lmamdi ekan. Shadiya do'stingiz, biz do'stingiz emasmi? Bu o'quvchi qizlarcha adash, bosh emas degina. Ular chiqdi. Ha? Mana boshlab chiqdim. Jira adash. Mayli. Xolnur, sizga ko'z tegdi. Sizning yuragingizda o'chmas dog'lar qoldi. Bardoshlik bering. Men sizga ishonaman. Shodiya, ben cahil qizgansiz. Qarang'i tushmaslik ketaman deb turganingiz nemisi deyman-da? Shu emasmi? So'rin ko'rib baxmaganlarni g'o'zadi bir nim degil olmaydi. Hozir qaytib kelganimizmi yaxshi bo'ldi. Sizlar endi yotoqqa kirib dars takror qila oladigan bo'ldinglar. Rahmat. Sizlarni avvar qildik. Yo'q, hech qisi yo'q. To'g'ri singlim. Bundan keyin restoranga bormay o'rganishni yaxshi qiling. Bo'lamdi. Undaqda Xotirjam bo'ling. Meni o'z qarindishingizdek ko'ring. Hozir tijoratim yomon emas. Men yordam qilaman.
Şadiye kız, birdemning ichida boyvachcha akadan birini tepib oldingizmi? Bek ta'lingiz bor sizning. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, tatmay aytavering-chi. Rahmat sizlarga. Biz endi kirib ketaylik. Xo'shamsa? Jirada. Chiroyingiz xeyli yaxshi bo'lib qopti. Biz saqchilar bilan kelgan vaqtda hushsiz yetib ekansiz. Zodi nima ish bo'ldi? Zodi nima ish bo'ldi deyman. Bak qo'rqinchli. Hammaga men ayblik. Men gunohkor. Ya qizlarga qara. Sizden ötürüm kolay. Bu işni tilga algıcım var. Bu işni ikinci tilga algıcım var. Kirang. Oy, Xolnur. Yaxshimisiz muallim? Yaxshi, keling, o'tiring. Yaqindan buyon salomatligingiz yaxshidi? Yaxshi muallim. Xotirjam bo'ling. Hozir havo bek sovuq. Sirtqa chiqqan vaqtlarda qilinroq kiyinib oling, ma'qulmi? Ma'qul. Sizga deydigan yana bir yaxshi gap botdi. Heyli qilishchaklarmi o'z adavini yedi. Siz bu ishlarni o'ylab ketmang. G'ayratlik, chidamliq bo'ling. Bo'lamdi. Bo'ladi muallim. Men o'ylandim. Endi bu ishlarni hargiz o'ylamayman. Mening hozirgi eng muhim vazifam o'qish. Bu ishni mendan xotirjam bo'ling. Yaxshi dedingiz. Sizning texmo tirishib o'rganishingizni umid qilaman. Vaqtmi birek berib qopdi. Darsga chiqamdi. Ma'qul. Qani, xo'sh, salomatligimiz uchun. Xo'sh. 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 Haras. Jenim. Kesingizni ishmaga. Sizga shunday esil bir sovg'a beraman. Mana. Probekma. Gulma. Rahmat. Arzimaydi. Qani. Nadira, populni eling. Oy, bu mening Shadiyaga qilgan azroq ko'nglim. Oyjon, o'zingiz olib bersangiz bo'lmamdi? Aslida o'zim olib beray degan. Lekin mening baginimdan sizning baginingiz yaxshimikin? Oyjon, u saraliq bu pullarni qachon hajlab bo'lar endi? Hech bo'lmaganda o'qish puli bo'lsin shilta. To'g'ri. Ağaç ketmemsiz. Haras adaş. Yaqinda bir ishlaring qandaqroq? Haliqi ikki mashinani qo'ldan chiqardingmi, yo'q? Ha? Biri chiqib bo'ldi. Ha, yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Ishing bitibdi degina. Qani ko'tarayli. Ha, qanamsa, ko'tarayli. Xo'sh. Qara bu saraliqni. Bir xazina tepibdi. Bu xazina o'zim qurtmisam, Nadira'ga ismi yetkizdim. Voy, Shadiya, bugun ajab chiroyli bo'lib ketibsiz, ha? Ba'zanlarning boyvachcha qiz bo'lgandan keyin kiyimning notisini kiydi-da. Bu nimligini? Nimliginim o'zanga ayandi. Hey, gapingni tushunamidimi? Aniqroq degina. Voy, nimliginimni-chi asta-asta tushunib qolsa. Nimda o'qimoq qo'ldaymiz. To'xtab. Ay!
Nima bo'ldi? Ha? Nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. Burun Charlie qushi romaniga mastona bo'lib, Faridaning ichinishli taqdiriga ich og'irtatdim. Keyin kameran oldida Farida oqlangandan keyin xuddi o'zim oq bo'lgandek Farida bilan tengtilgan edim. Lekin bunday oqlanish menga mumkin bo'ladimi? Bu ishlarni farq o'qsa, menga kamerandek muomala qiladimi? Bularning hammasining xomxayol ekanligini bilib turibdiman. Ah, Xudo. To'xtag'ina adash. To'xtag'ina. Sangchi bir xush xabar aytay. Kechdi qara Farruh bilan Ibrohim bizni kino ko'rib kelishga taklif qildi. Tang boraylik-chi. Bo'ldi, cho'ng'a beringlar. Voy, nimandaq eshib olsa bo'ldi-qila. Sang desamchi qara Farruhmi bo'ladigan bola. Unchalik eshib olmag'ina. Senmize. Tang boraylik-chi. Bo'ldi, cho'ng'a berib kelinglar. Farruhni o'zim tushuntirib qo'yaman. Hey, to'xtag'ina Xolnur. Hey! Xolnur. To'xtab tur. Dada, apa, men imtihondan o'tibman. Qaranglar. Barakallah kızım. Kızım, Xudoga shukr. Oliy o'tibsiz. Yaxshi o'qib, cho'ng shaharlarga qolsangiz, bizdek umr bo'yi ketmaning quli bo'lishdan qutulasiz bola. Xudoyimga ming shukr. Baxtingizni bersin, jinim bolam. Xudoyim baxtingizni bersin. Tirishib o'qing qizim. Dadisi bir duo qilib bersin. Ma'qul. İbara Xudoya oilamizga xotirjamlik, qizimizga baxt ata qilg'aysin. Amin. Allohu akbar. Xolnur! Sizni bir sirti chaqiryapti. Mana hozir. Xolnur, sizga zaten nima bo'ldi? Nimaga buncha jimib ketsiz? Gap qiling. Nima shulda? Dami? Xolnur, rostini sen ikkimiz. Farruh, ikkimiz yaxshi do'st. Faqat yaxshi do'st. Xolnur, o'tinib qolay. Bir haqiqatim bo'lsin. Gapimni anglab qo'y. Xolnur, gapimni anglab. Men sizga aytdim-ku, siz meni qistavamang bo'lamdi. Biz faqat yaxshi do'st xolos.
adaş. Mençe İbrahim ile jirip kaldım. Mübarek olsun adaş. Aramız fakat senle yürüp kettin. Ne boğan? Halnur, hediyeler İbrahim yürüp kaptı. Ne boğandı? Hay! Ne buldun adaş? Gep qila. Gep qilsang uchun ne bo'ldi sana? Mençe İbrahim bilan jirip qoldim. Bo'ptimi adaş? Gep qila. Mübarek olsun. Hay. Ağlasam, hediye bilan yurib qapsan. Muborak olsun. Endi anladingmi? Xalnırıq dedingmi? Dedim. Nim deydi? Onun man ko'ngli yo'q keldi. Hay manga. Qarab baqsam, uning ko'nglida boshqa bir bada qiladi. Hay, qiz bola degan tatinjaq keladi. Meningcha uning sana cho'qim ko'ngli bor. Yana bir qitim deb baqmamsa. Undaqda u nimishqa o'zini mendan qochirib yuriydi. Bilmedim. Hay adaş, uningga ya xat yozib baqamsa. Shundaq qilgina bo'lmasa. Qandoq bo'la? Hay, hech qanday qilmaydi. Yoza. Ha. Yoza. Xalnur. Men sizni yaxshi ko'raman. Nimishqa o'zingizni mendan qochirsiz? Bir haqiqatim ko'nglimni tushunib baqsangiz bo'lmamdi. Tezroq bering. Jahto demeye ama ders bitti. Bunda ton yok ders bitti. Sen işlerim sen. Kalama işin düşme. Ya mağazını sen koyuyorsun ya. Hay, yoza adaş. Sen bir paç yoza, yazıp qo'ya. Ha? Yezg'ina. Yozg'ina, nimaga qarab o'tirsan? Ha? Ko'rma. Ko'rdi. Farruh son javob qat'iy sotdi. Cho'qim qildi. Xitangizdan qaytirib beray. Xato o'ylab qapsiz. Evet, ben çıkmayayım. Sizlar chiqib ketmamsizlar? Sen ko'rgan kitob bu? On yurtma? Ha. Sordun sabır ne? Shu. Sen tek o'qimaganmi? Ben okumagan ne? Voy, bak yaxshi kitob bu, bir o'qib baqay. Bak yaxshi kitob, bir o'qib baq. Şuların kulağınınki işlerini temqa eserken. O pek karamet eser dedi. Halkların bozak şu yürüyemem yürüyemem. Farruhchi. Ağrı. Acaba torap bu qachon qaytarib berasiz? Nim bo'ldi? Bir yeri og'riyotganda. Uqmadi. Dem muallim kirmisa ders kinech kim oldu?
Oğul kaptı mı? Doktorga bardımı? Tüngüm bir yaşka oran kötürüp atkan uyga. Ha? Köpüle? Oğul kaptı mı? O vaktice toşmaydı adaşı. Usak etmeyim ben. Pek iğir emasdi. Nimandaq so'raversiz? Sen muallim kılam ki neysen ki. Burun qat'iy ko'ngil bo'lmaydigan odam ajab. Burun yazam, salam kat yazam sen. Kim gelse? İngilizce. Doktorga apatыңызмы? Bulamda yan bir varak gerek var. Ya bu. Kim kılsa? Pek iğir emasdi. Eg'irmi, yenikmi o'zingiz kirib ko'rib beqing, ha? So'ravergan savolni. U Farida. Qalmoq berib turadi. To'xtashmas qoldi. O quzg'unbek ichga ketdi men. Aytgan aşkım oldu gelme.